Atam meni söygünidek, menmu sizlarni söydim. Mening mehr muhabbetimda bo'linglar. Agar əmrlərimə əməl qılsanglar, xuddi mən atamның əmrlərinə əməl qılğan və həmişə onun mehr muhabbətində bolğanımdək, sizlərmu həmişə mənim mehr muhabbətimdə bolasızlar. Bularni sizlərə xuşallığımdan bəxirman bolsun və xuşallığı tolub taşsın deyə aytdım. Mənim əmrim şuki, mən sizlərə mehr muhabbət göstərkəndək, sizlərmu bir-biringlarga mehr muhabbət göstəringlar. Öz dostları üçün canını pido qilishdan cho'nqur mehr muhabbət yo'qdir. Sizlərə buyurğan əmrlərimni ado qilsanglar, mening do'stlarim bo'lasizlar. Endi sizlarni chakar demayman. Chunki chakar xo'jayinning nima qildiganligini bilmaydi. Uning o'rniga sizlarni do'st deyman. Chunki atamdan anlaganlarimning hammasini sizlarga yetkizdim. Sizlar meni tanlag'inglar yo'q. Aksicha, men sizlarni tanladim. Men sizlarni meva bersin hamda mevalaringlar menga saqlansin deb tayinladim. Mushundaq meva berganinglarda mening nomim bilan atamdan nima tilsanglar, atam shuni beradi. Sizlarga shuni amr qilamanki, bir-biringlarga mehr muhabbat ko'rstinglar. Bu dunyoning odamlari sizlardan nafratlansa, sizlardan avval mendan nafratlanganligini bilinglar. Sizlarmu bu dunyoning odamlaridan bo'lgan bo'lsanglar, bu dunyoning odamlari sizlarni o'zining deb so'ygan bo'ladi. Biroq men sizlarni bu poni dunyodan ayirib tanlaganim uchun endi bu dunyoga mansub emassizlar. Shuning uchun bu dunyoning odamlari sizlardan nafratlanadi. Men sizlarga aytgan so'zni esinglarda tutinglar. Qul xo'jayindan ustun turmaydi. Menga ziyonkashlik qilganlar sizlarga ziyonkashlik qiladi. Mening so'zimga amal qilganlar sizlarninkiga amal qiladi. Mening nomim sababidan ular sizlarga ziyonkashlik qiladi. Chunki ular meni avat kuchini tonimaydi. Agar men kelib, ularga ta'lim bermagan bo'lsam, ularning gunohlari gunoh deb qaralmaydi. Lekin hozir ular o'z qilmishlarining yomon ekanligini bilmadik deyolmaydi. Ularning mendan nafratlanganligi otamdanmi nafratlanganligi bo'ladi. Men ularning orasida boshqa hech kim qilib boqmagan ishlarni qilmagan bo'lsam, ularning gunohlari gunoh deb qaralmaydi. Amaliyotda ular mening qilgan ishlarimni ko'rgan, shundaqdimi yana mendan va otamdan nafratlandi. Men sizlarga otamning yenidan yordamchi, ya'ni haqiqatga boshlig'uchi muqaddas ruhni avatman. U otamning yenidan kelib, menga guvohlik berdi. Sizlarmu menga guvohlik bersizlar. Chunki sizlar boshdan tortib men bilan birga bo'ldinglar.